Assalomu alaykum YouTube oilasi. Demak, Seoul National University'ga harakat, grant yutishga albatta. Ko'pchilik Seoul National University'ga grantga o'qishga kiraman, o'z kuchim bilan Koreyaga ketaman deganimda, bunga qarshi chiqqanlar va qo'lingdan kelmaydi deganlar bo'ldi. Demak, hozir keling jarayonni men bilan birga kuzatib boring. Hozirgi holatimiz qanaqa? Demak, meni oldimda judayam ko'plab imtihonlarim turibdi. 6-iyunda SAT imtihonim bor. Undan albatta 1400+ olishim kerak. Hozircha esa menda bor yo'g'i reading va writing bo'yicha birozgina bilim va ko'nikmalar bor. Matematikadan esa 0 emas, -1 darajadaman. Bundan tashqari 2-iyulda TOEIC imtihoniga kirmoqchiman. Albatta GIB2 ga topshiramiz. Koreys tilida esa ANSEOdan boshqa narsani bilmayman. Achievementlarga keladigan bo'lsak, albatta xalqaro universitetlarning barchasi nimalar qilgansan volontyor sifatida deydi. Bunga esa menda hozircha o'quv markazida kunning 2-yarmidagi ingliz tilidan berayotgan saboqlarimni ko'rsata olaman xolos. Hozircha bizda juda ham kam baza bilan, lekin katta universitetga haqiqatdan osilmoqdaman. Ko'ramiz. Birinchi semestrga, bahorgi semestrga 2027-yilda grantga qabul qilinamanmi, yo'qmi? Buni barchasini jarayon sifatida video qo'yib boraman. Agarda bu sizga qiziq bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying. Ko'ramiz, kiramanmi, yo'qmi?